Bugun sizlar bilan Kia Sportage mashinasini motor remontini to'liq holatda o'rgatib qo'yaman. Undan oldin esa mashinamizning motori haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kia Sportage degan vaqtimda Kia Sportage mashinasi bunaqangi ko'rinishda bo'lmaydi-ku deyishingiz mumkin. Bu eski modeli, ya'ni 2015-yilda ishlab chiqarilgan 2 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan. 4 silindr 16 ta klapandan tashkil topgan mashinamizning ot kuchi 166 ta ot kuchiga ega. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, 8 litr 10 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Maksimal tezligi 220 km/soat tezligi. Mashinamiz biz oldimizga kelishligiga sabab vali stuk berib yuborgan. Ya'ni mashinani zavodit qilgan paytingizda gaz bosadigan bo'lsangiz, motordan qarillagan ovoz chiqib ketgan. Bu holat nima sababdan yuzaga keladi? Motorimizning moyi eskirib ketishligi yoki bo'lmasa kamayib ketishligiga kelib qadaladi. Mashinamiz motorini ochishlikdan oldin sizlar bilan birgalikda bitta tekshirib test qilib olamiz. Operator, yaqinroqdan olib kelasiz. Birgalikda mashinamizni tekshiramiz. O'zi bunaqangi holatlarda mijoz telefon qilib mashinani haydab olib boraymi yoki bo'lmasa evakuatorda olib boraymi desa, evakuatorda olib keling deyiladi. Shunchaki sizlarga qiziqarli bo'lishligi uchun motor qanaqangi kasallik bilan kelganligini ko'rsatib bermoqchiman. Mikrofonimizni motor oldiga qo'yamiz. Mashinani o'chiramiz, chunki ishlamaydi qoladi ovozim. Motor ovozini eshitdinglar. YouTube platformasini aynan biz yo'nalishimiz bo'yicha motorga qiziqadigan kishi videoni boshidan oxirigacha ko'radi. Shuning uchun ham videoni qiziqarli qilib tayyorlashlikka harakat qilamiz. Ya'ni motor ovozini eshitdinglar, bitgandan keyin ham sizlarga motorimizni yurg'izib, ko'rsatib tekshirib beramiz. Nega? Chunki ertaga bizga mashinasini motorini remont qildirmoqchi bo'lgan kishi nima sababdan kelayotganligini va bizda remont qildirgandan keyin qanaqangi holatda olib ketishligini ko'rsatib bera olishimiz kerak. Motor ovozini eshitdinglar, katta ehtimol bilan val stuk berib yuborgan. Ya'ni kalin val bo'ladigan bo'lsa, ustida shatun ushlab turadi, shatun luft berib yuborgan deb diagnoz qo'yildi. Sizlar bilan birgalikda motorimizni ochishni boshlaymiz. Kia Sportage mashinamizni ham motorlarini tushirib olganmiz. Inomarka mashinalarini juda ko'p videoga joylagan bo'lsak, hammasini motorini komplekt tushirib olinadi. Nimaga? Jem mashinalarida, Devu mashinalarida motor yechayotgan paytda birin-ketin yechilaveradi. Krishkasini, galovkasini birin-ketin yechiladi. Nima sababdan? Chunki joy kengligi uchun. Inomarka mashinalarini gavdasi, tonnasi ko'p bo'lganligi uchun unga yarasha motor qo'yib chiqarishlik kerak. Motor katta bo'ladi, joy tor bo'ladi. Shuning uchun ishlashlik qiyin bo'ladi. Birin-ketin yechsa ham bo'ladi, lekin ish mashaqqatli bo'lib, qiyinlashib ketadi. Komplekt yechib olinadigan bo'lsa, osongina keng joyda ishlanadi. Aytiladi-ku, tor joyda oshagandan ko'ra keng joyda mushagan yaxshi deb. Xuddi shu kabi motor komplekt yechib olinadigan bo'lsa qiynalinmaydi. Buni misolida Captiva'ni ham keltirishligim mumkin. Mana Captiva mashinasini motorlarini zamin qilib almashtirilyapti. Motori komplekt tushirib olganmiz. Pastdan balkasini, undan tashqari rulovoylarini joyida qoldirgan holatda balkasini olinadigan bo'lsa, motori komplekt tushirib olinadi va almashtiriladigan narsalarini almashtirgandan so'ng motorimiz yana qaytadan joyiga solsa bo'ladi. Captiva'larda. Kia Sportage mashinamizda esa motorini tushirib olganmiz, birin-ketin yechilyapti, krishkalarini, undan tashqari injektor, kollektorlarini yechilyapti. Undan so'ngra esa galovkalarini ochamiz va muammosini sizlarga ko'rsatamiz. Boshlanishida qo'ygan diagnozimiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak qiziqyapsiz. Qiziqayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Albatta, qachondir motor remont qildiradigan bo'lsangiz, bu video albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Chunki sanayotgan pulingiz qayoqqa ketayotganligi va qildirayotgan ishingiz nima ekanligini to'liq ma'lumotini bilib olgan bo'lasiz. Siz bilan birgalikda motorimizni ochishlikda davom etamiz.
Okalar, Kia Sportage mashinamizni motorlarini deyarli maydalab bo'lganmiz. Ajoyib qiziqarli holat sizlarga ko'rsataman. Va ko'rishingiz mumkin, kolinval sinib ketgan, okalar. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi vaziyatda ko'pincha Lacetti 1.8 larda ko'riladi. Bu nima sababdan singan? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Videoning yakunida o'zim aytib o'taman. Kolinval singan, endi nima qilamiz? Xo'p, bloklarimizga hech qanaqangi ziyon yetmagan kolinval topib, boshqa kolinval qo'yib turib, motorimizni 0 dan 100 gacha qaytadan remontlarini qilib beramiz. Videoni kuzatishda davom etinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Va nihoyat Kia Sportage mashinamiz ham motorlari yig'ilishi jarayonlari davom etyapti. Verstalniy Honda ustida videolar kamroq bo'ldi, sababi ishxonamizda ish ko'payib ketganligi uchun bunga vaqt qila olmadik. Mashinamiz motoriga qilingan ishlar nimadan iborat bo'ldi? Kolinval sinib ketgan. Kolinvalni to'laligicha almashtirildi. Instagram sahifamizga ham qo'yganmiz buni videosini, o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kolinvallarni almashtirib, porshinlarni almashtirib, golovkalarini remont qilib, birato'la 0 dan 100 gacha motorlarini remont qilib berildi. Sababi mashinada mo'y rasxod ham kuzatilayotgan ekan. Mashinamizni motorlarini joyiga o'rnatib bo'lganmiz. Bularda motori pastdan chiqarib, pastdan qo'yiladi, shuning uchun balkalarigacha yechib olingan. Motorlarni joyiga o'rnatganmiz. Taxminan 1-2 soatlik ishi bor. Ishlarini yakunlaganimizdan keyin motor moylarini hamda antifrizlarini quyganimizdan keyin mashinamizni motorini zavodit qilsak ham bo'ladi. Shunaqa qilib mashinamizni ishlari ham yakuniga yetishlikka ozgina qoldi. Mashinamiz yurgandan keyin ham sizlarga yurgan holatini qo'yib ko'rsatib boramiz.